Qani bizam ustalar yo'qmi? Keldi hali, keldi. Jo'rabi, qanday salonlar? Kishi bor ko'rib chiqib ketdimi ustalar? Ko'rib chiqqan bilan ham mana bu kiranglar shubhali turibdi-da juda. Bu tomon tekkazuv deylarmi? Ha, ayda tasiri. 25 olganman. Yurgani qanchadi? Motorchasi yo'q bor edi. Ha? Yo'q bor. Kenja aka. Ismoil akalar qanida? Ha? Kelinglarmi bak. Burada güzel mashina. Az aka. Bu tomondan tekkan, mana bu kiringlar neta turibdi. Neta turibdi. İçini ko'rdim, ha, ichini ko'rdim. Endi sepilakka joylari bor ekan. Sirlar ichiga ham bor ekan. Tekkan ekanda o'zi qo'yib qo'ygan. Yo'q, o'ziniki. Xuddi bir radna kiringlar qo'yilgandek bo'lyapti-da menga. Qaradim, karniz bir xil turibdi. Bak, ichkari tomoni ham yechilgan ekan. Xo'p. Keling do'stim. Necha pul bo'lsa beramiz? 105 usti yag'ayga so'rab. Da, qiyin. Men bu ichi sal xafa turibdi ekanda. Qancha yurganda aka? 140. İçi ana qozonxonani ichi yaxshi turmagan. Ko'rdim, karnizni ko'rdim, bu tomonni ham ko'rdim. Ko'tidan ham tekka chiqarilgan. Yo'q, unisini qaramadim lekin. Bagajga qaramadim. Buni ko'rdim. Bu yerdan qopib chiqarilgan, mana bular yasalgan. Ha, joyini tekkan. Sepilmaganda chiqarib o'zini taqlab. Ezilgan. Ya bo'ldi. Bu yerdan rezin undan topib chiqarib qo'yishdi. Balchim. Sal ko'p ham yurgan bitta ish ham bor ekanda. Olgan odam 5 to'rsinlar. Mayli-da. Narx ancha baland-da. Ogim kelyapti. Ogim kelmayapti emas. Yaxshi. Dadangiz mingan ekanlar. Hozir Baxtiyor aka dadangizlar. Yo'q, Baxtiyor aka uyiga gen chiqarib bering. Dadam va ayam namaga? Yana gen chiqadi-da, to'g'rimi? Gen chiqadi. Dadangiz ham shek qiladi? Mana dedi. Ya, amaki yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Keling, bunaqroq keling, o'zingiz bilan gaplashay. O'g'lingiz ming xijolat bo'lyapti-da hozir. Sizni oldingizdan o'tib savdo qila olmaydim. Ya, unday demang, ota turgan payti o'g'il xohlaysizmi, 10-darajaga tushib ketadi. Menimcha ko'proq sizni pulingiz kuygan bunga. Amaki. Yaxshi, mashina bo'ladi, sal endi qozonxonasi xafaroq ekan, xafa bo'lmang. Endi yurgani ko'p o'sha tekkan paytda bu tomonga ham tirishini bergan ekan. Instagramdan o'g'lingiz ichkari bir gapni aytdi, aka sizni anchadan beri kuzataman. Hamma videongizni Instagramdan bo'lmasa ham YouTubedan ko'rib boraman dedi. Keyin o'zi ham bir narsani bilib aytibdi. Dadam didlari baland lekin Akmal aka, sizni mashina olishingizni bilaman, ko'rib boraman, lekin dadam didi baland.
Endi bugun bir juma kuni kelgansiz. Yaxshi kun. Men eng yaxshi ko'rgan kunim Shohona kuni hisoblayman-da bugun. Qarang. Balandroq olishga harakat qilaman, lekin didiz ancha baland bo'lsa, uncha baland ola olmayman. Bir tayoqni to'g'ri sindirishga harakat qilib ko'raman. Chunkiga olsam bugun baribir ustiga pul qo'ymay sotaman. Bir yuring, to'g'ri kelsa bering, mayli. Naqd 95 million so'm bera olaman, amaki. 97 millionga shu radnoyni oldim, bir kuruk ham yurmagan edi. 74 ming yurganini oldim, juda ideal turibdi. Men hozir buni 95 million ancha baland so'radim. To'g'ri kelsa bering amaki. Narx-navo ham ancha pastga taylagan. Nima deysiz? Menimcha bu 100 dan kamay berish cho'tlari yo'q. Menimcha-da. 105 nisbini gaplashib. Ha, yo'q, unday deyapman. Bir ko'ring. Sotinglar, mayli. Men ola olmasam, shu yerdan kimdir olsin. Men ham buncha emas, buncha narx, 120, 130 ga 40 olganmiz. Ya, bilaman. Keraklik, pul keraklik uchun Tamam. shu gapni aytaman. Amaki bir ish qilaymi? Xo'p. Endi bu yoqda ko'p viloyatdan ham odam kelganda, bitta Qashqadaryo emas. Bir ish qilaylik, keling. Mayli, 100 million deb aytib ko'ray, kimdir olsa olsin, menga pul, baribir o'zi shu kun pul olmayman. 100 million deb aytib ko'raychi, bironta oladigan bo'lsa bering amaki. Juda zo'r narx bo'lgan bo'ladi. Bu yaqin o'rtadagi eng zo'r narx shu mashina bo'lgan bo'ladi. Yo'q, 21 dushagan, 21 Kobaltdagi avtomat 97 sotib oldim. Ha, Kobaltda bu. Kapot almashgan, kreylar kraska. Krediti bor, qarzi 115 million qarzi bor edi. U bachcha menga pul berdi. 3 yil to'lagan. Boshiga 30 million kirim qilgan. 3 million 800 ming so'mdan 3 yil to'lagan. Yana 2 yil qolibdi. Ham pul beryapti, bir amallab mashinadan qutulyapti. 97 million hisoblab oldim. Mayli, bir yaxshilik qildim-da. Endi men unga. Aka bizga ham aka pul kerak, Hammaga pul kerak. Qaydab yurib turgan. 110 deyotganim yo'q, bo'lmasa 115 ham dedim, 105 necha aytdim. Shuncha pul menga zarur. Aka bir oy bo'lgan. Hadovat. Mayli, qarang, amaki bir aytib ko'raman. 100 qancha yurganda? 140 ming. Xo'p, akalar ko'ringlar 2022 Gentra. Kraskasi ichiga mana bu usulitrini passiya sepilgan, tashqi tomonidan kraskasi yo'q. Boshqa radno bir ikkita vakuumli joylari bor. 140 ming yurgan 2022-yil Gentra. Metan gazi bor. Agar kimdir olsa 105 million bo'lsa beraman deyapti egasi. Olursin, baribir bugun pul qo'ymay sotamanki. Bemalol egadan olaveringlar akalar. Agar kimgadir to'g'ri kelsa 105 million bo'lsa beradilar. Generalniy davriniz chiqadi. Oluvchi bo'lsa ko'rsin meni, 105 million so'm bo'lsa sotaman deyaptilar. Amaki chiqib ketmay turasiz. Endi baribir ham ko'pchilik men oldimga mana. 1 so'm, yarim so'mni balkim kelishtirib olib berarsiz. Kimdir balkim 100 million pulim bor, bering amaki, meni pulim naqdsa berarsiz. Endi turib turing, chiqib ketib qolmang, xo'p? Ishingiz hal bo'lsin bugun. Mendan xafa emasmisiz? Yo'q, men xafa bo'lmayman.